Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan birgalikda sirtni proyeksiyallovchi tekislik kesishuvi mavzusiga oid yana bir chizmani chizish jarayonini o'rganamiz va ko'rib chiqamiz. Hop, bizga berilgan prizma shaklimiz bizada bu to'g'ridan qaraganda uchburchak holatda. Shuni uch yonli, uch qirrali prizma bizada. Endi biz buni shu 70 diametrli aylanani ichida hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Men 70 diametrli aylana, ya'ni radiusi 35 bo'lgan aylana chizib oldim. Endi bizga kerak bo'ladi sirkulimiz. Biz aylanani 3 bo'lakka bo'lib, 3 burchak holatini hosil qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun aylanani mana bu pastki chiziq bilan aylanani tutashgan qismiga sirkul qo'yamiz va markazgacha bo'lgan masofani ochamiz. Mana ikki yonga chizdik. Chizib olgan chiziqlarimiz aylanani ikki yonini kesib o'tdi. Endi belgilaymiz. Va mana bu qism. Va bu qism ham 3 ta nuqtamizni belgilasak, prizmamizni to'g'ridan ko'rish holatiga kelib chiqadi bizda. İki nuqtamizdan to'g'ri pastga chizib olamiz. Chizib oldik. Uzunligini 70 belgiladik. Ya'ni 7 cm. Bu qirramiz mana bu qirra tepadan ko'ringan va mana bu qirramiz ham yuqoridan ko'rinib turadi. Buni ham chizib olamiz. Mana chizib oldik.
berish qismini hosil qilib oldim. 70 diametrda bizda aylana berilgan edi. Aylanani 3 bo'lakka bo'lib, to'g'ridan qaraganda prizmani 3 burchak holatini hosil qilyapti va gorizontal tekislikda uni yuqori holati prizmamizni. Proyeksiyalovchi tekislik mana bu holatda kesib o'tgan bizning prizmamiz, ya'ni geometrik shaklimizni bu yoqdan 2 sm, mana bu o'rta chizig'imizdan qirramizdan, ya'ni 5 mm bu tomonga belgilanadi va shu nuqtalarni birlashtirib kesilgan chiziq proyeksiyalovchi tekislik kesishuvi hosil bo'lgan chizig'i shu qismda hosil bo'ldi. Endi biz chizmani chizilish jarayonini boshlaymiz. Mana bu qismda birinchi nuqtamiz hosil bo'ladi. Bir nuqtamiz va bu qismda ikkinchi nuqtamiz hosil bo'ladi. Bir nuqtamiz. Birinchi va ikkinchi nuqtalarimizni frontal tekislikka ko'chirib o'tamiz. Birinchi nuqtamiz shu qismda va mana bu qismda bizda hosil bo'ladi, chunki bu to'g'ri chiqqanda shu nuqtada joylashadi. Bu ikki nuqtamiz. Endi ikkinchi nuqtamizni ham yuqoriga ko'chirib o'tamiz. Yuqori qirragacha chiqadi. Bu chunki ham qirrani ham asosini kesib o'tmoqda. Nuqtalarimizni birlashtiramiz va kesilgan yuzani frontal tekislikda hosil qilamiz. Frontal tekisligimizda kesilgan yuzi mana shu holatda hosil bo'ldi. Endi biz buni profil tekislikda ham chap tomondan qanaqa holatda ko'rinishini chizib ko'ramiz. Frontal tekislikda joylashgan prizmamiz mana shu burchagini markaz hisobida olamiz va gorizontal tekislikda joylashgan balandligi eng qismidan biz profil tekislikni uzunligini hosil qilamiz. Endi yuqori qismini ham chizib olamiz. Olib chiqqan aylanalarimizdan yuqoriga chiziqlar chizib olamiz. Prizmamiz yon tomondan shu holatda ko'rinadi bizga. Endi biz nuqtalarimizni shu qismda hosil qilib olamiz. Buning uchun birinchi nuqtamizni mana shu chizig'imizgacha olib tushamiz, olib kelamiz. Mana olib keldik. Endi sirkulimiz yordamida to'rtdan bir aylana hosil qilib olamiz. Yana markaz hisobida oldik burchak qismini, frontalda joylashgan chizig'imizni. Mana birinchi nuqtamizni olib keldik. Endi bir nuqtamiz bilan ikki nuqtamiz mana shu qismda bizda kesishdi va 3 nuqtani shu
qismda hosil qilib berdi. Endi bizani 2,1 nuqtamiz bilan 2,2 nuqtamiz aylanamiz mavjud bizada va mana shu holatda shu qismda hosil bo'lar ekan. Belgilaymiz. 2,3 nuqtamiz va bizani ikkita nuqtamiz yuqorida yana biri mavjud. Buni ham shu qismga to'g'ri chiziq holatda olib kelamiz. Mana shu qismda ikkinchi 2,3 nuqtamiz hosil bo'ldi. Endi hosil qilgan nuqtalarimizni birlashtirib, kesilgan yuzani aniqlab olamiz. Kesilgan yuzamizni uchta tekislikda hosil qilib oldik. Endi kesilgan yuzani o'zini tekislikka o'zida joylashganda uni haqiqiy kattaligi qanaqa holatda bo'lishini biz shu qismda chizib olamiz. Buning uchun proyeksiyalovchi tekislik chizig'imizni x o'qimizgacha davom ettiramiz va mana shu qismda nuqta belgilab oldik. Endi sirkulimizni shu hosil qilgan nuqtamizga qo'yamiz va birinchi, ikkinchi nuqtalarimizni aylantirib olib chiqamiz x o'qigacha. Shu qismda hosil bo'ldi. Birinchi nuqtamiz aylanib chiqdi va mana bu yerda hosil bo'ldi. Endi buni belgilaymiz. Bir, ikki, bir shtrix. Endi ikkinchi nuqtamiz shu qismda va asosda ham mavjud bo'lgani uchun bu qismda ham mavjud bo'ldi. 2, 1 shtrix va shu chiziqdan yuqoriga perpendikulyar chiziq chizamiz va 2 shtrix yuqoridagi qismni davom ettirib kelamiz. Davom ettirdik va mana shu qismda 2,1 shtriximiz hosil bo'ldi. Endi bularni birlashtiramiz.
nuqtalarimizni boshlab olamiz. Bugungi mavzuyimiz sirtni proyeksiyalovchi tekislik bilan kesishuvi. Bizga berilgan prizma shaklimiz birinchi aylana hosil qildik 70 diametrda va aylanamizni 3 ga bo'lib, to'g'ridan uchburchak shaklini hosil qildik. Bu prizmamiz yuqoridan ko'rinishi. Prizmamiz bilan proyeksiyalovchi tekislik gorizontal tekisligimizda kesishgan, ya'ni yuza qismidan va bu yerda nuqtalar aniqlab frontal tekislikka ko'chirib o'tdik va shu frontal va gorizontal tekislikda hosil qilgan nuqtalarimiz asosida biz profil tekislikda ham nuqtalarni hosil qildik va profil tekislikda ham prizma geometrik shaklimizni kesishuvchi yuzasini hosil qilib oldik va belgilab oldik. Bu qismda biz kesishgan yuzani o'zini haqiqiy kattaligi qanaqa holatda bo'lishini chizib oldik. Bugungi mavzuyimiz shulardan iborat edi. Mavzu tushunarli bo'lgan bo'lsa xursandman. Barchangizga rahmat. Xayr salomat bo'ling.